Tak, akalar qaranglar. Buqa bozorga boryapmiz. Nimadir bo'layapti-da mana shu o'rtoqligida. Nimadir bo'layapti mana shu o'rtoqligida. Odamni qaranglar, odamni. Mashalloh. Hey. Vahamaga baq, ha? Nima olib chiqibdilar? Filmi? Assalomu alaykum. Fil chiqibdi-ku, mashalloh. Vay. Hormaylar, hozir bitta buni aylantirib odamlarni bunday olaylik. Tarixga qolyapti-da bu. Assalomu alaykum. Sog'lik, yaxshimisiz? Gap yo'q. Bu nima edi bu? 52 yoshli barasi. Mamcha bu boki. Adash mol bozor chiqib qolgan bu. Mashalloh. Molli barasi. Assalomu alaykum qadrli Biznes Obzor Uz YouTube kanali obunachilarim, qadrli chorva ishqibozlari. Mana bugun 30-noyabr, hafta kuni yakshanba, Kattaqo'rg'on chorva bozorini obzor qilamiz. Kanalimizga agar yangi bo'lsangiz obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Mana shunday ko'rishdagi layklarni bir marta bosib qo'ysangiz bo'ldi. Xudo xolasa boshladik. Qadrdonlar, mana shu Kattaqo'rg'on shahridagi Urgaz gilam bazada 31-dekabrgacha narxlarni arzonlashtirilgan, ya'ni zavod narxlarida gilamlarni beraveryaptilar. Qadrdonlar, ulgurib qolinglar. Mabodo uylaringizga agar gilam kerak bo'ladigan bo'lsa, kelinglar, ko'ringlar. Narxlarni Lyuboy do'kon bilan solishtirib ko'rib olib ketsanglar bo'ladi. Foydali bo'lgani uchun aytib o'tyapman, qadrdonlar, prosta noto'g'ri tushunmaysizlar. Haqiqatan ham boshqa do'konlardan qaraganda ancha arzon. Prosta kelib ko'ringlar. Mabodo mana balkim to'y qilmoqchidirsizlar, balkim kuyov bilan uyiga o'sha gilam kerakdir, balkim uchastkangizga gilam kerakdir, balkim xullas gilam ko'p. Kelinglar, ko'ringlar, foydalanib qolinglar. 31-dekabrgacha davom etadi. Manzilni tushuntiraman, qaranglar. Akalar, men uzoqdan kelmoqchi bo'lganlar uchun telefon raqamlari 99 772 70 09. Mana shu telefon raqam orqali Telegramdan lokatsiya yozsanglar, lokatsiya tashab beradilar. Uzoqdan keluvchilar uchun qolganlarga o'z manzilni tushuntirib o'taman. Mana bu tarafdan Kattaqo'rg'on ish shahar krugidan kelayverish, ya'ni Narpaydan o'tasizlarda, bu tarafga qarab ketishga, ya'ni Kadanga, Payshanbaga ketishda, mana shu o'rtalig'ida ko'pchilik bilgan Kattaqo'rg'on shaharidagi ZAKS bar bor. Ya'ni kelin-kuyov keladigan bar. Ko'pchilik biladi bu yerda. Mana ZAKS barda to'g'risidagi qaranglar. Gilamlar deb yozilgan, e'tibor qilinglar. Adashmasdan bemalol kelib, aylo. Gilamlar deb yozilgan. Chegirmalar boshlandi, mana to'y boshladingizmi, shoshiling, chegirmalar deb yozilgan. Mana gilam baza mana tashqarida reklamasi turibdi. Akalar, kelinglar, foydalaninglar. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa ketdik bag'i, Kattaqo'rg'on bozoriga qarab, Chorva bozoriga qarab. Hormay aka Bahrom. Yaxshimisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Qani bu boshqachasimi deymi? Olib ko'rsating qani? Olib ko'rsating. Hamma joy mana shunday. Aha. Chigiti bor. Elanganmi? Elangan 100%. Sifati qanday? Sifati zo'r. Nech pul? Kelishtirib ayting. Birdan men shoshyapman. 3.200.000. Kelishtirib ayting. 3 million qilsa bo'lmaydimi? Gaplashamiz. Gaplashasiz. Telefon raqamingizni ayting. 99lik. 378 35 89. Yana bir marta qaytaring. 378 35 89. 99lik. 99lik. Mana akalar, mabodo kerak bo'lsa, kelishtirib berasiz? Kelishtirib beraman, yo'lga kelsa. Bo'ldi, gap yo'q. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana akalar, keldik bozorga. Xudo xolasa boshladik. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Bismillah. Qarang akalar, boshladik. Mana bitta zo'r kichkina buqacha bor ekan. Tarang. Orqa kengishlari. Bu kelishtirmaydi. Bo'ylari shu 1 metrga yaqinda nasib bo'lsa. Nech pul deyapsiz, Jo'rajon? 18 million aytilyapti. Bozor nima so'ra? 14,5 bermadingiz. Qayerda o'lchasiz? Madaxranka. Shatarang ekan. Nech pul qildingiz? Yo'q, qarshi o'rgatma. 18 ga ishlash qoldi. Ha, Diyomiga qilib aytdilar-da o'zi. 12 ga berasizlar. Barakasini bersin. Sog' bo'ling. Xo'sh, qani ketdi.
Mana keldi bakka. Bu qanchalarga keldi? Orqa ko'ngilchalari zo'r. Bo'ylari 1 metrdan nasibsi, 1 metrdan. Nech bilan deyapsiz? 13 milliondan. 13 milliondan aytilyapti egalari. Bozor nima so'ra? 11,5 12 dan, ha? Gapi. Barakasini bersin. Unay nimaga? Oyoqda yomon bostin ekan. Svolish. Yomon bostin ekan. Xo'sh. Nech pul deyapsiz? Ho'kizchami bu? Ha? Nech pul deyapsiz? 13 million. 13 million aytilyapti. Egalaridan bozor nima so'ra? Har xil 12, 11,5. Orqa kengishlari bo'ylari 1 metr plus bo'ylari. 12 so'radim oxiri. Oxiri 12 so'radi. 12 million so'rabdi ekan. Barakasini bersin. Ho'kizchalarmi bular? Hayotda xursand odam. Ho'kizchalarmi akalar? Nech pul deyapsiz? So'mdan kami bor. 10 milliondan kam bor. Bozor nima so'radi? 9 million. Yomon ekan, a? Kichada bu. Barakasini bersin. Xo'sh. Qancha deyapsiz, Jo'rajon? Ho'kizchami bu? 14 million. 14 million aytilyapti buni egalarida. Ho'kizcha. Ola ho'kizcha. Orqa kengishlari. Bozor nima so'radi? 12 so'radi. Bermadingiz. 12 millionga bermaganlar. Barakasini bersin. Cho'g'on belyapti. Yo'q, biznes abzor. Xo'p, aka nech pul deyapsiz buni? 12 million. 12 million aytilyapti. Bozor nima so'radi? 10 million 300. 10 million 300 ga bermaganlar. Buni sen sizdanmi? Qancha deyapsiz uni? 11 million. Bozor nima so'ra? 9 million 600 ga bermaganlar. 11 million aytilyapti. 9 millionga 9 million 600 ga bermaganlar. Qayerda mollar aka? Telefon raqam qo'yamizmi? Barakasini bersin aka. O'qishchalar nech pul ekan o'qishchalar? Ha bo'ldi, tushunarli. Tushunarli. 14 million. Qaysi mana bu? 14 milliondan. Bu ham shundaymi? 12 million. Mana bu 14 million. Tushunarli. Akalar bo'ylari o'zi 1 metrdan ziyod bo'lgan hammasi. Bozor nima so'radi? 11 ga bermadingiz. 11 millionga bermaganlar. Bular qanchadan aka? 13 milliondan. Bozor nima so'radi? 11,5 milliondan bermaganlar. Barakasini bersin. O'rmay. Zo'r ekan. Zo'r ekan. Orqa kengishlari ham zo'r ekan. Qancha deyapsiz? 17 million. O'qishcha? 17 million. Angus bilan chatishmasi bormi deyman, ha? Zo'r ekan lekin, mashalloh. Qancha dedingiz Jo'rajon? 17 million aytilyapti egalaridan. Bozor nima so'ra? 15, 15 ga bermadingiz. Qayerda mo'li bu? Totkinni. Telefon raqam qo'yamizmi? Ha? Qo'yaylik. Ha? Ha. Endi bozorda bu ayt bo'lmaydi. Barakasini bersin. 12 million bo'lsa. Orqachilar yaxshi ekanda, zo'r ekan. Korobka zo'r ekan, orqa korobka. Barakasini bersin. Aka nech pul ekan bu? 15 million aytilyapti egalaridan. Bozor nima so'radi? 13,5 bermadingiz. 13,5 bermaganlar. Barakasini bersin. Ketaylik aka.
Chatoq olganda bu. Qo'lga bo'lsa ham chiqib ketavergan-a. Yetishiga kerak. Normal, qaysi savdo bo'lyapti? Olindi 12,5 ga. Nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsiz? 12,5 savdo bo'ldi. Ha, baraka bo'ldimi? 12,5 millionga baraka bo'pti ekan, gap yo'q. Siz oldingizmi? Barakasini bersin. 12,5 millionga. 12,5 millionga. Bo'ylari 1 metr plus. Barakasini bersin. Dalchi boraylik ham. Qanday ko'rsatsak bo'ladi? Bo'ldi. Savdo bo'lyaptimi aka? Nima edi bu? Bu kichik. Bu kichik ekan. Nech pul deyapsiz aka? Ha? 8,5 million aytilyapti egalaridan. Siz nech pul qildingiz? 6,5 million. 6,5 million. Bermayaptilar? Yo'q, Barakasini bersin. Bejasurcha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? So'ramang, sog'larsiz. Qaysi savdo bo'lyapti? Qaysisi? Ikkalasimi? Mana qorachami? Qorachami? Ha, qora. Nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsiz qoracha? 10 million deyapti. 10 million. Siz nech pul qildingiz? 7 million 800. Bu kichami? Bitma bit kelyapti. Nima qilishim kerak? Oz. Mana. Bu kichik. Bular 1 metrga yaqinda. 1 metrdan pastroq. Barakasini bersin. 67 bir. Nech pul bo'ldi endi? 67. 67. Gap yo'q. Yaxshi. Mana shu o'z savdo bilan. 6 million 700. Bu baraka top endi. Barakasini bersin. Baraka ayting. Bo'lmaydi-ku. Ya akam gap video qo'yibdi. Assalomu alaykum. Yaxshisiz, sog'larsiz. Ishlarsiz yaxshi. Bozor aka? Rahmat. Mol bozor. Ha. Qanday bo'ladi mol bozor? Yaxshi aka. Sog' bo'ling. Sog', assalomu alaykum. Formal. YouTube. Bu nima edi bu? G'unoji. G'unojincha. Sut emdilardan. Ha. Sutdan chiqqanmi? Yo'q. Yemayaptimi? Ha. Nech pul deyapsiz? 7 deyapti. 7 million egalaridan. Ha. Nech pul qildingiz? 5,5 so'radi. 5,5. 5,5 million qilyaptilar. Gap yo'q. Asli bir ekanlarda. Obbo. Necha kunlik bu? Aka hali bir oylik bo'lgan-yu. Bir oy bo'lgan yo'q, ha? Ha, barakasini bersin. 5,5 million qilyapti lozim mana shuni. Bo'ychalari shu 70 plusda bo'ylar, 75 shunday. Ketaylik. Nech puldan bular? 9 milliondan. Buni ojinchalar. Ikkalasi o'qicham. Ikkalasi o'qicha sut emdilardan. 9 milliondan. Bozor nima so'rayapti? Bozor aka ikkovi bunturlari buntur. Ikkalasini bir joyga 10 tur so'rayapti. 10 tur bilan so'rayapti. Barakasini bersin. Buchi bu. Barakasini bersin. Topqaz olim, aka unasi olib ko'rsataman. Unasi Nech pul deyapsiz buni? 6 million. G'unojin. 6 million aytilyapti, g'unojincha. Bo'ylari 85 plus. Bozor nima so'radi? Bozor ikkovini 12 so'rayapti. Qancha? 12. Ikkalasi 12. Bermadingiz. 12 millionga bermaganlar. Ha, birgami? Rekordlar tushyapti. Haqqa. Al-aqin o'tamiz-da. Qaraylik ham. Nech pul deyapsiz amaki? G'unojincha. Qanchalarni 6,5 dan deyapti. 6,5 dan deyapti. 6,5 dan, bu ham. Ikkalasi ham. 6,5 milliondan aytilyapti g'unojinchalar. Bozor nima so'radi?
11 milyon so'ralyapti. Ikkalasiga bir joyga bermadingiz. Yo'q, bergan. 11 millionga bermaganlar. 11 millionga. Mana shu ikkalasi. Barakasini bersin. Qayerda mollari bular? Narpaylik. Narpaydi. Barakasini bersin. Sizda omad esda bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Ketdi mana mehmonga. Buni ojinchami? Bironcha. Nech pul qilyapsiz? 6,5 million. 6,5 million qilyapsiz. Nech pul deyapsiz? 67 ga baraka bo'ldi. Ridisga bog'lab mol pardasini yirtib tasha. Yana qaytib kirdi bozorga. Shunaqa bo'ldimi? Ha. Endi bir olaman debman 65. Birdan olib chiqib ketaman, qaytmaydi. Bering. Nech pul bo'lsa beraman deyapsiz? 67 shu savdo bo'lsa beramiz. Ha. 6 million 700 bo'lsa beraman deyaptilar g'unojinchani. Endi u pul yo'q deymiz biz. Barakasini bersin. Nech pul deyapsiz? 9 million deyapsiz aka. 9 million aytilyapti mana alacha. Bozor nima so'ra? 7 million. Shunay? 7 millionga bermaganlar. Aka hozir buni necha so'ra? 6,5 so'ra. Barakasini bersin. Alashan. Bitta orqa kengishlarni ko'rsataylik. Bo'ylari 90 da, 90. Mana. Bo'ylari 90. Egasini sotaveramiz. Soch uzun? Ha, sotaveray. Ya yo'q. Uydan bezor bo'ldingiz. Barakasini bersin. O ketyapti, hozir ko'raylik ham. Bozorga kiryapti o'zi. Bo'ldi. Nech pul ekan bu xunojin? 7 million aytilyapti egalaridan. Bozor nima so'radi? 63 bermadingiz. 6 million 300 ga bermaganlar. Bo'ylari 1 metrga yaqin nasibsa. 1 metrga chiqib qolar. Xo'p. Bu nech pul? 8 million aytilyapti. Bozor nima so'radi? 67 bermadingiz. 6 million 700 ga bermaganlar. Barakasini bersin. Xo'sh, dalchi ketdik endi. Sir bozor. Savdo etmesin. Aytibsiz deb aytdim, 200 ga sotganmiz. Ha, bayram necha? Biznes obzoruz. Kaç balacha oyunda bir chiqsin-da, shu balacha ho'kizini sotdim-da. Tak, ko'kishchi. Bo'ylari 1 metr. Nech pul? Qancha? 11 million. Bozor nima so'ra? Bozor 10 million 800 ming so'm. Bermadingiz. Yo'q. 10 million 800 ga bermaganlar. Telefon raqamingizni ayting. Yo, nomer sotilib ketib qoladi-da, bu nomer aytganlar foydasi bor. Ayting. Evet bola. Aha, 93 lik. Ha? Ha, nomer aytma, titay. Tintaymish. Tavba qilin. Ayting, dadang nomeri qizga telefon qilar. Ha, bola sotiladi. Bo'pti, barakasini bersin. Tak. Bolcha amin ol, amin ol. Bo'ldi, tozasi. Xunojinchi. Orqa kengishlar. Orqasi shatarang ekan. Zo'r. Orqa kengishlar korobka zo'r. Badanchasi zo'r. Nech pul amaki? Assalomu alaykum. 20 million. 20 million aytilyapti. Bozor nima so'radi? 13. 13 ga bermadingiz. Qayerda moli bu? Katta qo'rg'on. Katta qo'rg'on qayerdan? Mana Seplondan. Telefon raqamingizni ayting. telefon raqam sotilaver. Hay, barakasini bersin. Lekin molcha zo'r ekan. Udar. Badanchasi zo'r. 5 oylik. 5 oylik ekan. Yo'q. Xo'sh, bo'ylari 1 metr plyusda bo'ylar. Barakasini bersin. Nech puldan bu xunojinlar? Tak, mana orqa kengishlari, bo'ylari 1 metr plyus bo'ylari. Tak, taxminan 1.10, 1.5 mana shunaqa. Aka nech pul? 10 million 500 buchi? 12 dan. Bozor nima so'rayman buni? 9 million 300 ga bermadingiz. Bularchi?
ikkalasini 100 kam 21. Bermadingiz. Qayerda mollari? Telefon raqam qo'yamizmi? Ayting. 93lik 622 28 90. Yana bormi-uyda? Aloqaga chiqaverasiz. Barakasini bersin. O'n oltinchi. Bunisi. Uylari 110. Ana shot bo'ldi-da. Hormaylar, assalomu alaykum. Nech puldan deyapsiz qizilcha? Nech pul deyapsiz? 13 deyapti. 13 million aytilyapti egalaridan. Bozor nima so'ra? 10 million bermadingiz. Qayerda moli bu? Dashtga jar. Jarquduqdan. Telefon raqam qo'yamizmi? Ya, shartmi? Shart emas, ha? Amaki, buni nech pul deyapsiz? 11 million aytilyapti egalaridan. Bozor nima so'radi? 96 bermadingiz. 9 million 600 ga bermaganlar. Qayerda moli? Qayshami? Telefon raqam qo'yamizmi? Yo'q, shart emas. Barakasini bersin. O'n 2 million so'mdan kam bor deyishyapti. Chorva media o'z. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Sizlar zo'rmi? Shu akamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, like-dan bosinglar, tirs. Biznes obzorimizga obuna bo'lib, like-lar bosing. Like-ni qanqilatinglar, bangilatinglar. Sog' bo'ling. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? O'chiring endi. Aya. Pauza bos. Bismillah. Siz uchun somsani xamiri muhimmi yo ichidagi go'shimi yoki mana bunaqa ta'mi zo'r bo'lgan sovuschasi muhimmi? Xo'p. Qadrdonlar, sizlarga mana shu 3 tasi bir joyda mujassam bo'lgan somsani topib qo'ydim. Ya'ni Kattaqo'rg'on shahrida ajoyib yangilik, ya'ni hozir Kattaqo'rg'on shahridagi Andalus restoranida mashhur bo'lgan o'sha kakanskiy somsalarni pishirish boshlabdilar. Ya'ni Qo'qon somsalarini pishirishni boshlabdilar. Mana shu somsalar shaharda ichidagi somsalarning narxini taqqoslasak 15 ming so'mga to'g'ri keladi-da. Lekin mani nomimdan kelsanglar, mana shu somsalarni 10 ming so'mdan beraveradilar, xudo xolasa. Kim agar dastavka qildirmoqchi bo'lsa, dastavka xizmatlar bor. Kimga dastavka xizmat qiziq bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Qani boshladik. Bismillah. Ochach, uni qaranglar ichlarini. Mashalloh, somsa vashi erkitdi-yu. Qatlamali mazali go'shtga ko'milgan yoqqa cho'milgan somsalar. Juda ham zo'r ekan. Ayniqsa bu somsani mana hozir men ochdim. Yoshi katta uyda keksa otaxon onaxonlarimizga agar it bersalar, mana bu hozir kundagi qattiq somsalarni yeya olmaydilar-da. Lekin bu somsa xamiri shunday og'izga kirishi bilan erib ketadi. Qani? Bismillah. Qani? Bismillah. Prosta bir marta olib keting. Ishoning, qayta kelasiz mana shu yoqqa. Mana somsa uchun. 10 ming so'm nima u? To'g'risi, shahar ichidagi somsalar 20 ming bo'ladi. Ikkita beradi, ikkita shahar ichidagi somsaning o'rniga bundan ikkita beradi. Prosta keling, mazasini totib ko'ring va bahosini berib keting. Qadrdonlar, bu somsa uchun bittadan tirs like bosib yuboringlar, qo'llab-quvvatlab yuboringlar. Endi kelamiz faqat kelinglar Andalusga. Shoshilamiz. Qadrdonlar, manzil tushuntiraman. M30 trassa to'g'rimizga Azbiy restorani, bu tarafimizga Didor restorani. Mana shu o'rtalig'ida svetofor bor va peshxodniy polasa bor. Svetofor to'g'risida qadriyat izlaganlar uchun oilaviy Andalus restorani. O'zini halol pokiza taomlaridan mashhur. Kelaverasizlar akalar. Xo'p, qaranglar akalar, mana g'unojinchalar, lekin sifati zo'r ekan. Mana bu vashi korobkasi o'dar ekan. Men qorachalar nech puldan endi? Qara, unisini 12 bo'lsa beramiz. Bergan joyimdan aytayapman. 12,5 bo'lsa beramiz, 10 million bo'lsa unisini beramiz. Beraverasiz. Uyda ham bormi yana? Bor. Yana bor 9 ta. 10 million so'm bo'lsa unisini beramiz, 12,5 o'rtadagisini 12 million. Unisini cheki biz ham bo'yinga. Telefon raqamingizni ayting. Xarajat 97 lik. Ayting, 97 lik. 405 Aha. 48 43. Barakasini bersin. Sog' bo'ling. Voy, mayli. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana ketdi, bag'i o'sha sigir bo'layotganlardan. Shu akani olmasak bo'lmaydi. Uchalasi ham sizdanmi? Bugun zo'r bo'pti-ku, ha? Orqalari kengishlari. Qaranglar, ha? Bo'ylari 1.25 plus bo'ylari.
Xo'sh, bitta o'lchaymiz ham. Assalomu alaykum. Hormay, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Nech puldan bo'lyapti bular? Bitta bunday qilaylik-da. Uchalasi qancha so'rayapti? Bermadingiz. 40 millionga bermagan. O'zi nech puldan? 16,5? 16 milliondan aytilyapti. Buni ojinlar. Bu dushli sigirlar. 40 millionga bermadim deyaptilar. Telefon raqamingizni ayting. 94lik 90 640 93 88. Yana hurmatli ayting. 94lik 640 93 88. Aloqaga chiqaverasizlar. Molchalar zo'r, sifat. Barakasini bersin. Sog' bo'ling. Xo'p, aka, hormay. Assalomu alaykum. Ishlar zo'rmi? Charchamayapsizmi? Nech puldan bu xunojinlar? 13 ta. 13 milliondan aytilyapti har biri. Bozor nima so'rayapti? Har xil so'rayapti. Hamma har xil. Ko'paganda uyda ham bormi deyman? Bor shumi? Telefon raqam qo'yamizmi? Barakasini bersin. 13 milliondan aytilyapti mana shular. Bo'ylari biri 15, biri 20 ga ham bor. Mana shunday. Barakasini bersin. Mana, buni ojinlar yana. Aka, hormay, assalomu alaykum. Nech puldan bu xunojinlar, aka? 14 dan. 14 milliondan aytilyapti egalardan. Bozorda nech pul qilam qorachan? Al so'ragan yo'q? Unisichi? Al so'ramabdi ekan. Barakasini bersin. Mana zo'r ekan ekan, vashshi. Zo'r, tarang. Qancha ekan bu alacha? Xunojin. 18 ga. 18 million aytilyapti egalardan. Bo'ylari 30 nasib bo'lsa. 20 plus. 120 plus. Bitta qaraymiz, o'lchaymiz hozir. Bozor nima so'radi? Bozor farqi so'rayapti. Qancha? 15. 15 ga bermadingiz. 18 deyapsizmi? 15 ga bermaganlar. Tabii yo'q. Barakasini bersin. Xo'p, akalar ozgina adashibmiz. Bo'ylari 120 plus bo'ylari. Ketdik dalish. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormay, sog'lardan, sizlardan. Aka, yaxshi videoga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'larsiz? Rahmat, o'z zo'r, charchamayapsiz. Ishlar zo'r. Kelinglar. Sog'. Sog'. Tak, akalar qaranglar. Buqa bozorga boryapmiz. Nimadir bo'layapti-da mana shu o'rtaqligida. Nimadir bo'layapti mana shu o'rtaqligida. Odamni qaranglar, odamni. Mashalloh. Hey. Vahimaga baq, ha? Nima olib chiqibdilar? Filmi? Assalomu alaykum. Fil chiqibdi-ku, mashalloh. Vay. Hormaylar, hozir bitta buni aylantirib odamlar buni olaylik. Tarixga qolyapti-da bu. Assalomu alaykum. Sog'lik, yaxshimisiz? Gap yo'q. Bu nima edi bu? 52 yoshli bolasi. Mamcha bu boki. Adash mol bozor chiqib qolgan bu. Mashalloh. Molli bolasi. Jennifer Lopez hamshirasimi deyman? Oo. Vachach. Assalomu alaykum. Bratim deydi-ku. Sizlar zo'rmi? Charchamas. Bu yana ushlaykan ekan-da qo'lni, ha? Qo'l chiqaraman, noyabr oxiriyat kommentariyangizga. Bo'ldi, gap yo'q mana. Mashalloh, akalar, uni qaranglar. Nima edi bu? Nima edi bu? Mamcha. Qancha chiqadi kilosini kommentariy yozinglar-da taxminlaringizda.
Boylari biri 60 mi yo biri 70 chiqadi ya bu boylar. 2 metr mana aka bu nechi bo'yingiz? Biri 72. Kallang ko'tardi, bo'yinni ko'tardi-da, bo'yinni ham. Bitta o'lchaymizmi? Nech chiqadi bitta mana? 190 javob. Javob ha? 190 100% javob. Mana. Qani? Ha, sen 95 mi? Olay, bo'ynini olaman. 190 lik javob shunda. Bo'l qani? Qan tarozi. Taroz emas, metr. Metrini bo'yini aniq topganga kim nima beradi? Aytinglar. Nima berasiz? $100. Qo'ying, lekin ketib qoladi bu. Nima berasiz? Ayting. $100 deyapti. Egasi. Bo'l gap yo'g'zi. Kommentariy yozinglar, biz bitta o'lchaymiz hozir. To'g'ri topganga bitta reklama bepul. Ana shunday. Tekis qo'ying aka, tekis qo'ying. Tekis qo'ying. Ya unday qiyiq tortmangda, qiyiq. Oyoq to'g'risi bilan tortish kerak, oyoq to'g'risi bilan. 180 ekan. 180 Mana bering, mana bering. Qo'rqityapsiz, ko'rdingmi? Cho'chiydi dedim-ku. Bo'l, bo'l. Bering o'lchayman. Bismillah, bismillah. Aytdim, cho'chiydi dedim-ku. Bo'l. 180 aka, 180. Bo'l qo'ying. Aytdim, qo'rqib ketadi dedim-ku. 180. Ya o'lchaganimiz yo'q. Men o'lchaganim yo'q. Qo'rqadi dedim-da, shuning uchun cho'chitmay o'lchash kerak-da buni. 180. Bunday qilaylik, bitta odam bo'yiga ana qilaylik. Qarang, mana. Oldidan o'lchanadi. Orqasini o'lchaganimiz yo'q. Bo'yga kiradi-ku, bu ham. Kallakida ham bo'yga kiradi. Kalla bilan bo'yin farqi bo'ldi. Yaqinroq turing yaqinroq. Yana qarang turing. Bosarmasmi? Masha. Mana shu quloq bilan ekan. Quloq bilan o'lchaydi. O'lchang. 75 da. Chaqchaqirib o'taylik, bo'lmasa mana qilar. Mana kim o'lchay? O'lchang. Yerga qo'ying, tekis qo'ying, qayrilmasin. To'g'ri turing. Quloq bilan. 65, 67. 67. 67 qilamiz. 67. 67 boyaga endi quloqni tepmaydi bu. Yo, o'sha bilan hisobladim. O'sha bilan hisobladim. 67. Yutga emas, siz 80 Gap yo'q. Bu sizdanmi bu? Ama innamay yurasiz. Ha? Innamasa qo'q dedik, Sizdanmi bu? Chinni. Qara, innamaydi endi. Gap yo'q. Barakasini bersin lekin. Doktorboni qo'llavoringlar, doktorbon. Yo'q, aytdim-ku, Iskandar. Bera olasizmi? Beraman mayli, sen Qaysi savdo bo'lyapti? Assalomu alaykum. To'xtang dema endi. Nech pul qildiz? 31 million 700. Siz nech pul deyapsiz? 100 mingga borishyapti odam, 100 katta mingga. pullar ya. Qaysimi? Alachami? Mana shu alacha savdo bo'lyapti akalar. Jonivor chiroyli ekan. Havas qilganlar bittadan tirs like bosib qo'yinglar akalar. Xudo bilan. rozi qilasan. Nech pul? 31 million 700. 31 million 700. Mart bo'lsa-da, Mart mana. qo'y. Ben 700 bo'ldi. Bo'ldi, so'zida olinmaydi. Bo'ldi 700 bo'ldi. Domla rozi qilsang bo'ldi. 31 million? 700. 31 million 700. Gap yo'q. Olgan ham sotgan ham barak topsin. Alloh barakasini bersin. Boshqa gap bor. Yurayim dedi 33,5 so'radi. Gapiring. Nech pul bo'lsa berasiz? Ayoqlar bitta so'raymiz ketaman. Ayoqlar nech pul bo'lsa berasiz? Bitta ayting, bitta ishlaylik. Ha? Martga mart bitta ayting. Ayoqdan ketishdi. 87 million. 90 ayting shu bitta. Nech pul bo'ldi Muhammadjon? 87. 87 million. Qo'yli, gap yo'q. Ha? O'zi bo'lmaydi. 87. Agar 12 bo'lsa beraymiz. Agar undan kam bo'lsa bozor ko'rib beraymiz. Gapni ochig'i. Men aytdim, aka ishim zarur, ketaman. Ketgandan keyin
6 soat bo'lmaydi. Ekonni ochish kerak, mana aka. Shuni yoping aka. Yoptirsin bo'lgan aka shuni. İşte bitta egonni ko'ringlar, nima qilasizlar? Faqat tomoshabin mingtasi olaykan bitta. Surpada siz men sotib, maydalab o'zi bo'lmaydi, ko'z yosh qilib sotib olganimcha. Mol yog'li mol. Gapni ochig'ida, olti bilay, men go'shtni siz menga o'lchab berasiz, buni maydalab yarim kilo, 1 kilo odamlar qo'shqo'y qarab gap eshitib sotguncha o'zi bo'lmaydi. Gapni ochig'ida. Buni ayoqlar nech pul bo'lsa bera olasiz. Bitta ayting, bu so'yishda eshitding 12 dedi. 110 million. 110 million. 100 so'rab olasiz. Yo'q, Ha. 110 million deyaptilar. Ayoqqa 110 million deyaptilar ayoqqa. 89 ga bo'ladimi? Buni aytib ketishmas, olib ketamiz, tamom. Aka, Alloh tavakkal, buni borga bozorga buni kilosini bilaman degan odam o'zi yo'q. Shunday. Xudoga ayon, xudoga ayon. Mol olib chiqib ketam, peshanada qancha kishi? 600 kilo kiram, 800. To'g'rimi, noto'g'ri? To'g'ri. Aytdim senga, xudoga tavakkal. Hammasi to'g'ri. Ikki yil mehnat qildilar. Sochim o'zim bo'lmaydi, Yo'q, rahmat sizga. Kimdir Aka o'zi tutmasa pishmaychoq aka. O'rtamizga kunlar sotilibdi-da. Lekin narxiga bitdi. Narxiga bordi lekin baribir hamma narsa. Aka uch tarafda o'ting aka. Qo'ying shuni Yo'q, tushmaylar. men yopayapman sonimni aka. Baroni o'tib oling naborat. Aqda o'tirib tushasiz bari. Mana bitta gap. Aka. Markaman. Bu tarafda o'ting aka. 1 million xarajatimni yutib bering 90 dan. 1 million. Bobar aka. Gapirmang. Buni qancha ilingicha qilaman o'shani xarajatni. Qassobam ziyod pul so'raydi buni. 5 ta oltita 1 million o'tib bering xarajatim. Men 5 million olib beraman. 105 million ber. Ha, yo'qdan osonroq. Aka, buni bundayda. Sizni menga o'zi olarman bir yo'q. Gapni ochiqda, lekin rahmat shunday qilib boqqansiz, men 2 kilo sho'rat ip berganim yo'q. 200 million desam moliz. 105 million bersang qolaman. Aka, o'rtamiz ko'p narsa bor buni. Yuki hisob buni. Yuki hisob 89. Yo 90 ga ham bera olmayman. Rostdan gap. Kiloga bering, yo'q. 112 dan deyapti. Salmat. 110 dan. Kilo yo'q. Aka, bering. 105 million ber. Senga javob beraman. 105 million bo'lsa bo'ladi. Yuzam deying. Rais bironta bir 95 qilayotgan bo'lsa bu gap gapirsangiz bo'ladi. Hamma narsa hisob bilan qiling. Haqqingiz bor, aytaman sizga. 200 million deyishga ham haqqingiz bor. Lekin buni men servantga olib borib qo'ya olmayman-da. Buni olib borib buni so'yishimiz kerak. Mana Maqsad shu. Buni botxo'rlikdan yo'qsa qiziqish anonga emas. Buni bir bola chaqamga birov nima qilsin degan maqsadda shaharga 105 million beryapti aka. Ha, yaxshi aytdi. Yaxshi aytdim, bas. Kilosini topgan. berasizmi? 112 dan so'yib Bu gap quloq soling. Natar safan o'ylaydi, yo'q, 90 million bo'lib buzmay olasiz. Bobar. baraka deng, baraka. Baraka deng endi. Bozorda kam so'ralgan yo'q. Rahmat mehnatingizga. Lekin o'zi bo'lmaydi buni. Shu daraja yetishdi desam, o'zi bo'lmagan. Muhammad ham go'sht qilib Siz ham tushib ketdingiz, bloger bo'lib ketdingiz. Bo'ldi, 110 bo'ldi, baraka bo'ldi. 110 dan baraka bo'ldi. Bo'ladimi? 110 dan 10 kilo sikka berasiz. Necha kilo bo'lsa o'shanga. Bo'ldi, 110 dan sanam kuyma, men ham kuymayman. Shunday, ha. 110 dan 10 kilo sikka berasiz, so'yamiz. Yo'q, 10 kilo skidka beraman. Mana ikkita lapatkasi 6 kilo keladi buni. Mayli, lapatkasi. Qanday kelmaydi? Yiroqdan ishga 2 yil ketadi buni. Lapat kelib. Necha kilo berasiz? Skidka. Yuraydi aka. Yuraydi aka. Tekon ha. Baribir olamiz. 110 dan skidka. Yuraydi o'zi. Yuraydi, aytdi bo'ldi, nima kerak uni o'tgan qo'ydi. Yuraydi. Qo'sh. Ya qo'shilayotgan joyimiz. Yurib turib, skidkasi. Og'zim og'rimay. 15 kilo o'tib beraman. Molmani. Jasur aka. 110 dan bo'ldi, 5 kilo skidka ber. Yo'q, aytdingiz siz. Bo'ladimi? 6 kilo keladimi? Bo'ladimi? 6 kilo keladi. Gapim qilsa bo'ldi. Mana odamlar sotmaymiz-ku buni. Gap qilsa. Jasur aka. Bo'lam. 5 kilo skidka. Jasur aka, men og'zim og'rimaydi. Xohlasangiz 95 milliondan so'rab ketaveraman. Ana qizil kiyimli bola so'radi deysiz. Buni pul chiqarib so'raylik.
Ha. 115 kilo skidka berasiz. Undan bovaring. Qancha bo'ldi? 10 kilo. Pulni 5 kilo baraka Qancha bo'ldi Muhammadjon? 110 mingdan 5 kilo skidka. 110 mingdan 5 kilo skidka. Mana qarang, qayerga suylar? Ha, do'konga qayerga? Har doimgida, ha? Ertaga Katta Qo'rg'on shahar, Amir Temur ko'chasi, Nov Center issiq nonni ro'parasidagi qassobxona. Ertaga chiqadi go'sht. Ertaga, ha? Ha, dehqonni Xudo kilosini bersin. Gap yo'q, barakasini bersin. Olganlar sotganlar baraka topsin. Alloh barakasini bersin. Mana akalar. Mashalloh. Har doimgidek 110 mingdan suyishga 5 kilo skidkasi bilan. Mana bitta ko'rsatib ketaylik endi. Akalar 10 ming dollar narx qo'yilgandi. Hozir 110 mingdan suyishga ketdi narxi bo'lsa. Bitta aylantirib ko'rsataylik. Bitta aylantirib ko'rsataylik endi. Ha, ketdi. Ketdi. Mana. Orqalari. Uzr aka. Mana. Bugun 30-noyabr hafta kuni yakshanba Katta Qo'rg'on Chorva bozoridan syomka qilyapmiz. Mashalloh, boqqanga rahmat. Tirs laykni bosinglar. Qancha vazni chiqadi? To'g'ri vaznisini yozinglar. Necha kilo chiqadi bu? Bo'ylari 1.70. Mana ekan. Narxi suyishga 110 mingdan 5 kilo skidkasi bilan. Yo'q, suyishga kelishdilar. Barakasini bersin. Taroziga qo'yamiz. Ha, taroziga qo'yamizmi? Taroziga ketdi. Tarozi. Bo'lla, eshik ochiq qolsin. Qancha? Qancha chiqdi? Qancha chiqdi? Bir tonna 230 mi qancha chiqdi-da? Necha chiqdi? Bir tonna 240. Xo'sh. Qancha? Necha kilo? 1 tonna 240 kilo keldi. Qancha kilo? Yo'q, barakasini bersin. 1 tonna 240. Rasvo qilasiz-ku. Loydan, turpog'idan hech narsadan qo'rqmaydimi? Hamma narsaga garantiya aka. Ustidan hozir ko'rsatishimiz ham mumkin. Bor narsani ko'rsatamiz. Agar biror narsa bo'lib qolsa-chi? Hech narsa bo'lmaydi aka. Nimadan garantiyangiz? Endi farqi yo'q aka uni. Men ishimga javob beraman-da. Agar bepul qilib berasiz, agar shu narsa ham bo'lib qolsa. Qaytadan qilib beraman. Qaytadan qilib berasiz? Qani bitta ko'rsating qani bizga? Rasvo qilasiz-ku. Aka bir suv bilan ketadi bu. Aha, qani qurib qolganda ham bir suv ishqab nima qilib yuborsang bo'ladi. Aha. Gap yo'q. Mana kafildan ketganda ketadi devordan aka. Xo'p, endi bizga bu Leonardo haqida to'liq ma'lumot bersangiz, Erkinjon. Bu Leonardo fason chiqqaniga ko'p vaqt bo'lgan yo'q, 1-2 oy bo'ldi. O'shani boshladik hozir. Endi xudo xolasa shu trendda ketadi. Narx-navo Stravertinga qaraganda ozroq qimmatroq. Necha puldan boshlanadi xizmatlar? Buni xizmatimiz agar Leonardo'ning o'zi bo'ladigan bo'lsa, tagiga hamma narsasi ichida bo'ladigan bo'lsa 14 dollardan 18 dollargacha объемga qarab, holatiga qarab gaplashib kelishaveramiz. Bemalol O'zbekiston bo'ylab любой viloyatga xizmat ko'rsatsizlarmi? Hamma joyga xizmat ko'rsatamiz, 24 soat telefon ishlaydi. Masalan, uyda egasi uyda bo'lmasa, chet elda bo'lsa, qilib bera olasizlarmi? Aka, hamma narsa usulga bor bizda. Xo'p, mana bu hozir Leonardo'ning hamma shuvoqlari o'zlaringizdan, hamma masalani. Hech narsaga boshqa o'tirmay, kvadratiga bizga pul sanab bersa bo'ldi. Faqat kvadratga pul beradi, tayyor holatda sizdan qabul qilib oladi. Shunday aka. Gap yo'q. Akalar, kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Ustovorlarning ismini bitta qo'llab-quvvatlash uchun bitta yurakdan qizoqtirib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Akalar, kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Mana hozir biz Samarqand shahar Do'stlik mahallasida biz. Shunday. Aka, meni hovlingizni remontiga biz ishlov berdik. Shu ko'nglingizdagidek chiqdi. Nima deysiz o'zingiz ma'lum? Ha, rahmat, ko'nglimdagidek chiqdi. Qilgan ishlaringizga rozi bo'linglar. Biz rozimiz aka, siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Olgan pullaringiz halol bo'lsin. Yaxshi chiroyli qilib berdilaringiz. Rahmat. Aka, sizga yoqdimi ishlar, hamma xizmatlari? Yaxshi. Bemalol Samarqandga boshqalarga tavsiya qilaverasizmi? Tavsiya qilamiz, bemalol mana Erkin usto aka-ukadek bo'lib qoldik. O'zi hammasini o'zi qilib, ana qilib ketdi. Men borimda ham, yo'g'ida ham o'zi ishladi.
Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Tak, Angus. Bo'g'ozmi deyman? 8 oylik bo'g'oz ekan, Angus. Чистый. Aberdeen Angus. Orqa kengishlari. Boryapmiz. Mana kelyapmiz. Siz sotyapsizmi? Ha. Aka olyaptilar. Aka olyapti. Nech pul deyapsiz? 8 million 10 million. 38 million aytyapsiz. 34 million yo'q, 34 million qilyapsiz, bermayaptilar. Hojiboy nima dedingiz? Endi 35 ga harakat qilamiz. Sotishga. Laykni bosinglar, laykni. Bosinglar, like. Amerikanskiy Angus. Aberdeen. Aka. Bosing baraka. Aka o'tirgan, ochmayman. Bo'lar aka. Meni xizmat qildim demak. Mol sizga aka. 36 million sangiz ham berolmayman. Somuz kelsa Assalomu alaykum. 34 million. 34 million bo'ldimi? 34 million. 34 million qilyapti. Bo'g'oz ekan. Bo'g'oz ekan, 8 oylik. Hayır, katta biz becerdik. Olmaydi debman. Voy, siz buni menga bir so'mingiz kerak. Uyga olib boringlar, bitta yedirib ko'ring. Mol hamma lichinasi qilingan mol. Dalada yurgan mol. Buni molingiz shu yaxshi. Buni dalada yurganini topish qiyin, lekin o'zingiz ham bilasiz buni. 20-28 bo'lgan. Aka qayerda moli bu? Chimboyeva. Chimboyeva. Necha pul bo'lyapti? 34 million. Sotilmi? Sotildi. Suv ishga 110 dan kelishdilar, 5 kilo skitkasi bilan. 1 tonna 240 kilo. Olgan ham sotgani baraka topsa, Alloh barakasini bersin. Aka, bosing. Qorakalakni bosing. Nech pul olganlarni yozib qo'yasizlar kommentariyaga. Akam soniganlar, nech pul sotilgan yozib qo'yasizlar. Aka 38 ga olish aniq, ishingiz nima? 38 ga olish aniqmi? Aniq olish. Bulekonimi? Gap yo'q. 8 oylik ekan. Birinchisiga. Aka. O'sayli bor aka. Aka, men to'liq qilyapman. Tak, uni hojim birinchi qoringa bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz ekan? 7 oylik bo'g'oz ekan. 7 oylik bo'g'oz ekan. Inshaalloh, birinchi qoringa. Xabaringizni ayting. Nech pul qildingiz? Egasi 18,5 deb 16 so'ram bermayapti. 16 ga bermayapti, ha? Bermayapti. Chaqiring egasini. Kelay! Nech pul deyapsiz, akajon? Yo, indamay. 20 million deyaptilar egalardan. 17,5. Valla 16 million bor aka. Bir so'm o'tmayman 17,5 dan. Kimni yurag'i olsin 17,5 million. Bundan past bo'lmaydi. Bu lekoni 17,5 aka. Bu lekon 17,5, 7 oylik bo'g'oz bu. Bu qayerda mo'lchasi aka? Chipon qishlog'i. Sipon qishlog'idan. 16 ga. Mana Abbosbek trenddan. 17,5 bo'lsa baraka hali ham. O'sha gap 16 million olsin bunasini emsa top toza bor aka. 17 ga ham bo'lmaydi. 17,5 bo'lsa baraka, bo'l baraka. Durban berasiz. Hali ham qaytmayman lazım. Olgan ham sotgan ham baraka topsin, Alloh barakasini bersin. Nech pulga arziydi? Necha oylik bo'g'oz edi? 7 oylik bo'g'oz ekan. Nech pulga arziydi? Kommentariyaga yozinglar. 17,5 million egasi bu lekon narxi deyapti egalari. Kommentariy kutib qolamiz. Yo aka. 35 million, 100 million. Mana shu Angus savdo bo'lyapti. Nech pul qildilar shunday qilib? 35 million. 35 million qildilar. 100 kam. 35 million. Mana shu Aberdeen Angus savdo bo'lyapti. Mana tuxum kalla. Bo'g'oz 8 oylikmidi? 8 oylik bo'g'oz. Qabarak. Aka, shu injilmang. Men injilayotganim. Qiyin ekan. Orqa kengishlari, usti, yonboshlari, qorinlari tashagan. Illari ham tashagan. Savdo bo'lyapti. 35 da ayting. 100 ming ha. Aka, shu mana shu apani ushlagan xarajat. Ma, to'rt bo'ldi baraka. Muborak. Yo'q. Baraka deyam aka. Ya, ular 40 soting. 40 kerak. Aka, shu jazmani bering. Jazman bo'ldi. Hozir aytgan 100 ming men beramasang, ayt odamimizga savdo qilib 35 million so'm olma, butun baraka. Injilmay aka bering, baraka deyin. Yer baraka topsin. Ben so'radi. To'g'ri. 35 million. Berey tog'a.
Nereye yaxshi pul bo'libdi lekin 38 bo'lsa meni bo'yna pul baraka berdim shu. Aka, Bundan kam. xo'sh yo, xo'sh beraman. Mana yurdim. Men ochgunni o'tsangiz qo'lni bo'lgan. 8 dan sizga beraman. Kechib ko'r. 100 ming yo'l xarajat jatib Bu gapni boshqa aytmang, darrov olib qo'yadi. Men voy 200 ming o'tib berdim oldin aytdim. Nechidan? 35 dan. 35 dan o'ting 200. 35 dan o'tsa bo'ladi 200. Aka, shu o'tmagan, qaytmagan toza pul bo'ldi, ochiq ko'ngildan bersangiz mol oldim, bo'lmasa o'zi bilasiz. Qo'barak. Yo'q, bermayman. Bering. Aka, Nech pul? Nech pul? 35 million so'm. Toza, ha? Top toza pul. 35 million top toza. Qo'barak. Aberdeen Angus. Bo'g'oz 8 oylik. Meni xizmat qildiryapsan. Undan men Ya ham mol sizga xizmatni bilsa suv berganmi yo'q? 36 ming. Ha. Jazma xarid beraman. Hozir. Suyishga ol. Ular ziyodroq soting. Aka, ular ziyodroq soting. Jazmani soting. Barakasini bersin. Amak Aka, shuncha yuribmiz aka. Ziyodini ko'ryapmiz, kamini 8 bo'lsa beraman deyaptilar. Mana shu bo'g'oz. Bo'g'oz Angus'ti. Aberdeen Angus. Barakasini bersin. 8 oylik bo'g'oz. Mana shu bo'g'oz Angus savdo bo'lyapti hozir. 35 millionga bermayaptilar. 8 oylik bo'g'oz. So'raymiz hozir. Shoshmang. Toshlarni qaranglar, taklarini. Mana chistli tuxum kalla. Aberdeen Angus. Taklarini qaranglar. Mashalloh. Xo'p, bitta o'taylik ham tarafga. Nech pul bo'ldi aka endi shunday qilib? Chiqarib 38 ga oladi. Nech pul dedingiz? 35 million so'm top toza. 35 million top toza deyaptilar. 35 million top toza bermayaptilar. Barakasini bersin. Aka, bu nechinchi qoringa bo'g'oz bu? Birinchi qoringa ham. Birinchi qoringa nimadan qochgan endi? Yo'q, tushunmayapsiz. O'zi Angus. Men zotini aytayapman aka, kulgan gap aytmadimmi? 35 million berolmadi. 36 ga bermayman deb aytdim. Yo'q, 36 ga bermayman. 36 ga yurish qildiraman. Nega? Yurish qildiraman 36 ni aytmang. 36 ga bermayapman. Otasi ham Angus meni shunday qilib? Otasi ham Angus ekan. Biznes abzorus. Aka, iloyim bozorga soting, mabodo agar endi barakasini bersin-da. Telefon raqamingizni aytib qo'ying mabodo. 94lik 280 88 38. Chimboy dedingizmi? Chimboy molligan. Aloqaga chiqaverasizlar. 35 ga bermadingiz-da? 36 so'rayapsiz. Ha, 36 ga ham bermagan ekanlar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, molcha udar lekin. Udar. Mana tuxum kalla. 40 kunda tug'adi. Nasib bo'lsa 40 kunda tug'adi deyaptilar. Aloqaga chiqaverasizlar. Birinchisiga. Barakasini bersin. Akalar, mana bo'g'oz sigirlar kelganmiz. Hozir birin-ketin ko'rsatib narxlarini aytib ketamiz. Nech pul bu? 30 million aytilyapti egalaridan. Nechinchi qoringa bo'g'oz? Ikkinchi qoringa bo'g'oz. Necha oylik? 8 oylik. Gap yo'q. Bozor nima so'ra? Qancha bermadinglar? 25 ga bermading. Bu necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. Nechinchi qorin? 3-chi qorin, ha? Nechta suti bor o'zi? Bilmaysan, ha? Oldin berganini bilmaysan. Bilmaysan. Nech pul bu narxi? 25. Bozor nima so'ra? 20? Bu ham bo'g'ozmi? Aka, ishlar zo'rmi? Endi tarixga olib qo'yibman akajon sizni. Men o'zim tushaman xohlasangiz. Hamma bilan o'tib. Hozir o'z ishlari ketyapti.
o'zi ishlar ketyapti. Akam g'ayrat kerak ko'rgan. Assalomu alaykum. G'ayrat xormang. Bo'g'oz ekan? Yo'q. Bo'g'oz emas, a? Qisir ekan. Qisirmi? Qisir ekan. Xo'sh. Tak. Ket. Bo'g'ozmi? Bo'g'ozmi? Necha oylik? 6-7 bo'lsa kerak. Nechinchi qoringa? Men bilmayman o'zim. 6-7 oy taxminda, shundaymi? Ziyodlar ham balkim. Balkim ziyod. Nechinchi qorinligini ham bilmaysiz? Yo'q. Qayerda moli bu? Narpay bo'ladi. Narpayda. Nech pul deyapsiz? 16. Bozor nima so'ra? Bozor har xil bo'lyapti. Har xil qancha? 13 dan ziyod so'rayapti-da. 13 dan ziyod. Bermadingiz. Nech pul bo'lsa berasiz? Bu legonni ayting. Bu legan bozor har xilda buni. Telefon raqamingizni ayting. Telefon raqami yo'qmi? Telefon yo'q. Bo'lmasa qiyin. Barakasini bersin. Nech pul qildingiz? 13. Ana 13 qilibdilar. Barakasini bersin. Olamiz. Bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Necha oylik? 6 oylik bo'g'oz 4 litr suti bor. 6 oylik bo'g'oz 4 litr suti bor. Nech pul deyapsiz? 15 million deyapman. Bozor nima so'ra? Bozor 13 million deyapti. Bermas. Yo'q. 13 millionga bermaganlar. Yo'q, shal, faqat shal. Nechinchi qorin? 3-qorin. 3-qorin. Arriq ekan debchi? Ha, endi hozir O'taylik qanday o'tsak bo'ladi? Orqalarini ko'rsataylik. Bu ham bo'g'oz, a? Nech pul deyapsiz buni? 20 million aytilyapti egalardan. Nechinchi qoringa bo'g'oz? 4-qoringa bo'g'oz. Qayerda moli? Payariqdiki. Xo'p. Qancha sut bergan? 8 ta 9 ta. Bozor nima so'ra? Bozor 17,5 million so'rayapti. Nechi? 17,5 million. 17,5 bermadingiz. Telefon raqam qo'yamizmi? Barakasini bersin. Nima qilyapman? U shu go'zal 1 million deyapman. Mana boyagi sigirni orqasi, mana bunisi. Ko'rsatdingmi orqasini? Ha, ko'rsatdim, orqa kengishlarini ko'rsatdim. Qaysi savdo bo'lyapti aka? Mana shu. Shu, ha, nech pul qildingiz? 13 million 200 ming so'm. 13 million 200 ga bermayaptilar. Gap yo'q. Barakasini bersin. Xo'p. Sizdanmi? Bo'g'ozmi bular? Bo'g'oz ekan. Ikkita. Nechinchi qoringa bo'g'oz? Ikkita tuqqan uchinchisiga. Bunisi bitta tuqqan. Bu uchinchisiga. Bu birinchisiga. Ikkinchisi. Mana ikkinchisi, bu uchinchisi bo'g'oz ekan. Nech pul deyapsizlar aka? Bilmayman. Savdo bo'lyapti. 53 millionga yo'q. Qan? Nech pulga? 53. Assalomu alaykum. Kimdan demayman? Yo'q, aka, Nech pul qildingiz aka? 54 million so'm ikkav. Ikkalasi, ha? 54 million. Siz nech pul deyapsiz ikkalasi? 60 million. 60 million deyaptilar, 54 million. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Aka 15 kunga tuqadi. 8 oy 15 kun qo'rdi. Mana bunisi 8. Hozir qo'ygan odamga ayting, qachon tug'ishini aka, topay baraka. Sar aka sizga aytdim. Topay aka baraka. Gapirma. Ishpot. Topay aka. Bering. Topay, yarim. Yo'q, men aytgandek masar. Aka, topay shu baraka, aka shu mollarni, aka. Kamroq dodingiz aka, shunga mehnat qiling aka mollarni. Mehnat qilyapsiz, oling. Aka, 2 millionga qaramang aka. Aka, pulim barakali aka. Shuni, mana mollarim barakali. Jidrang 2 million bo'lar aka. Ulardan nima qilasizlar? Borini ko'ring, borini narxini ko'ring. Aka, shunday ilojdan o'zlari ko'rib hech istasa Mana odamlar juda ko'p kelgan aka. Bo'g'oz qo'shdilar aka. To'g'risi aka. odamlar ipini chiroq uchun gap qiladi. Sizlarni aytgandek tamom. Xayri bu, irim bu. Mana aytgandek. Nuqta tutazib yuboraman. Unaqa irim, o'g'lim ham odam kelsa irim qiladi. Olib keting deb aka, haqamchalar kirib, sen yura aka. Mol irim, Aytgandek. bo'lmaydi aka.
Nima aytganingizda? Hammag'iz tamom. Yurayim o'tsin. Topay maraka aka. Yarimga. 53 yarim. To'zda. Foydasi bor aka, foydasini qilaylik. Olgan ham sotgan ham baraka topsin, Alloh barakasini bersin. Mana shu ikkalasi savdo bo'lyapti. 53,5 ga bermayapti. Xo'p, akalar qaranglar, bo'g'oz sigir. Qayerda mol jiyan bu? Oqtosh, Narpay. Narpay Oqtoshdan. Necha oylik bo'g'oz bu? 6 oylik bo'g'oz. Nechinchi qoringa? Nechinchi qoringa? Bilmaysan a? 3-chi qoringa. Nech pul deyapsizlar? 25 ga bermadi. 25 ga bermadinglar. 30 deyapsiz, ha? Sizdanmi? Sizdanmi? Nechta sut bergan? 10 ta beramiz. 10 ta 12 ta. Telefon raqam qo'yamizmi? Ayting. 94lik. 282 84 50. Aloqaga chiqaverasizlar. Tak 94lik 282 84 50. Barakasini bersin. Yuvoshmi? Ko'rsating ham bitta. Barakasini bersin. Hop, ona bala. Ikkalasi ona balam, g'unojin balasi. Balachasi g'unojin ekan, talg'ir. Nima deydi? Bo'g'oz ekan. Necha oylik? 2 oylik bo'g'oz ekan. Sigir olsang talg'ir ol deydi-da. Yog'li bo'ladi suti. Mana bitta aylantirib ko'rsatamiz. Bo'g'oz ekan. Orqa kengishlari bolachasi. Bolachasi g'unojincha ekan. Assalomu alaykum aka. Nech pul deyapsiz aka? 50 million ikkalasi. 50 million aytilyapti egalaridan. Bozor nima so'ra? 44 million. Bermaz-da? 44 millionga bermaganlar. Hozir necha oylik bo'g'oz bu? 2 oy. 2 oylik bo'g'oz ekan. Qayerda olam aka? Kattaqo'rg'on o'zidan, ha? Endi iloyim bozor soting, barakasini bersin. Mabodo aloqaga chiqsalar bo'ladimi? Telefon raqamingizni ayting. 94lik 479 61 00. Kattaqo'rg'on qayerda? Darvoza oldi. Kattaqo'rg'on darvozasidan oldi. Aloqaga chiqaverasizlar, barakasini bersin. Balachasi g'unojincha ekan. G'unojin dedilar. G'unojin. Xo'p, ona bala, balasimi? Balasimi? Ona bala sigir. Orqa kengishlari. Balachasi ho'kizcha. Balachasi zo'r ekan lekin. 4 oylik bizov. 4 oylik bizovchi ekan. Xo'sh. Anguska chatishmami deyman, ha? Anguska gibrid chatishma. Bu semental. Universal bog'. Mana balachasi semental ekan. Onasi Anguska gibrid. Balachasi yomon emas. Balachasi yomon emas. Xo'p. Nechta suti bor buni? 8 ta 10 ta, 70 ga qarab. Xo'p. Garantiya bergan qancha? Ha. Faqat soch faqat soqqanda 10-15 ta bana sut bergan. Aha. Hozir taka qilib Faqat balasi huzurini ko'ryapti-da. Faqat balasi. Hozir qancha sut bersin aniq bilmaysiz. Yo'q, unisi aniq emas. To'g'ri aytish kerak. To'ppa-to'p. 10-15 ta sut bergan. Tushunarli. Nech pul baho qo'yapsiz endi? 55 million. 55 million. Bozor nima so'ra? Har xil so'rayapti, 45 gacha so'rayapti. 45 gacha so'ra. Mashalloh. Anguska gibrid ekan, balachasi semental. Balachasi ham zo'r. Oh. Yomon ekan bu, suvolish yomon ekan. Yomon ekan bu. Ko'z-po'z aytib qolmasin sho'g'in. Mana. Telefon raqam qo'yamizmi aka? Ayting. 99lik 015 7956 aloqaga chiqaverasizlar. Barakasini bersin. Aloqadan sotaverasizmi balasini? Sotaveramiz. Alohida balasi nech pul? 25 million. 25 million aytilishida.
Mana balachasi. 25 million aytilyapti. Xo'p, tak qaraylar. Ona bola sigir, balachasi g'inojincha. Balachasi ham sipat ekan. Orqa kengishlar zo'r. Jonivor, necha oylik, necha kunlik bu? 6 kun. 6 kun bo'lgan. Bitta bir hafta. Bitta bir hafta. Xullas, ertaga bir hafta bo'layotgan tuqqaniga. Nechta suti bor? Nechinchi qorin bu? Ikkinchi balasi. Ikkinchi qorin balasi 18 litr suti bor. Kattaqo'rg'on qayerda? 4-savxoz. 4-savxoz. Nech pul deyapsiz narxi? Narx 42 deyapsiz, past. 42 aytilishi. Shu bilan. Bozor nima so'ra? Bozor 38 so'radi. Bermadinglar. 38 millionga bermaganlar. Ikkinchi qorini? Aniqmi? Aniq. Tishiga orqalari. Savdo bo'lyaptimi? Yo'q. Mana shu molni ko'rsatamiz hozirlarga. Smintalga rossiyskiy gibridmi deyman-da. Mana qaranglar. Kiprichalar, oq kipricha. Mana. Mana akalar. Orqa kengishlar zo'r, lekin onasi ham zo'r ekan, sifat. Onasi zo'r. Balachasi ham zo'r ekan. Mana balachasi. Balachasi. Bu necha kunlik aka bu? 6 kunlik. 6 kunlik ekan. Ho'kizcha? Ho'kizcha ekan mana. Kiprichalarni qaraylar buni. Kiprichalar. Smentaldan qochirgan ekansizda? Mana. Chorniy piyostir. Nech pul deyapsiz aka bu ona balan? 65. 65 million aytilyapti egalaridan. Bozor nima so'radi? 53,5 so'rayapti. 53,5 bermaz. Yo'q. Nechinchi qorin bu? Sapot. Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Xo'p. 25 suti bor. 25 litr suti bor. Gap yo'q. Qancha bermadingiz? 53,5. 53,5 ga bermaganlar. Aka soting iloyim, barakasini bersin. Iloyim soting mana bozorga. Mabodo aloqa qilsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ayting telefon raqamingiz. 99lik. 99lik 447 447 78 23. 78 21. 23. Ha, 23. Ta yana bitta qaytaraylik. 99lik. 99lik 447 447 78 23. Aloqaga chiqaverasizlar. Barakasini bersin. Katta Qo'rg'onni 4-savxoz dedingizmi? Katta Qo'rg'on 4-savxozda. Ona bola sigir, balasi nima edi? Balasi ho'kizcha ekan, lekin sifat ekan, lekin orqalari. Onasi. Sizdanmi? Mana. Nechta suti bor? 4ta suti bor. 4 litr suti bor. Garantiya ham. 4 oylik bo'g'oz. Ha? 4 oylik bo'g'oz. 4 oylik bo'g'oz. 45 million deyapsiz, kam bu. 45 million aytilyapti. Bozor nima so'ra? 38 million so'rayapti. Bermadi. Qayerda moli? Narpayda mol. Narpay qayerdan? Xo'jaqo'rg'on. Xo'jaqo'rg'ondan. Telefon raqamingizni ayting. 062 77 24. Berdim. Tak, qaytaring yana bir marta. 93lik 93lik 062 062 77 77 24. 24 aloqaga chiqaverasizlar. Barakasini bersin. Mana. Balachasini alohida sotamizmi? Sotamiz. Nech pul? 20 million sotamiz. 20 million sotasiz. Onasi-chi? Onasi 22 million bo'lsin. Qimmat kutyapti-ku. Gap yo'q. Barakasini bersin. Instagram yulduzi bo'lmoqchi. Qaysi? Bu yo YouTube'ga chiqyapti. Tamam, ketdi уже. Pul bo'ldi aka? 17 million. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Charchamasizmi? Barakasini bersin. 13 million. Ho'kizcha. Barakasini bersin. Qancha bo'ldi ekan Jo'rajon? Bilmaysiz? Yo'q. Bir joyga oling. Barakasini bersin. Pul bo'ldi bular. 22 million. Ikkalasi, ona bola 22 million. 22 million. Barakasini bersin. Jo'rajon nech pul bo'ldi? Nech pul? 12 dan 12 milliondan. Barakasini bersin. Barakasini, alaykum assalom. Barakasini bersin. Bular ayol erkak? Erkak. Barakasini bersin. 12 milliondan. Sotildimi bu? Qancha oldinglar? 54 millionga. 54 millionga.
Qancha suti bor ekan buni? 22 ta? 25 litr suti bor ekan. 54 millionga baraka bo'pti ekan. Barakasini bersin. Balachasi, ko'kischa. Barakasini bersin. Qayerga ketdi endi bu? Chegaraga. Ikkalasi 35 mi? Qancha bo'ldi ekan, jo'ra? Bunyod nech pul bo'ldi? 45 bo'ldi. 45 million. Ena bola? 45 million. Nechta suti bor bunyod? 20 ta deyapti. 20 ta deyapti. Babsanga olizmi? Sanga ol. Nechinchi qorin ekan bu? Ikkinchisi deyapti. Ikkinchi qoringa. Balachasi nima? Ho'kizchami? Ho'kizcha. Onasinikin mochniy ekan. Barakasini bersin. 5 million aka. 5 million gap yo'q. Ayol erkak? Ayol. Barakasini bersin. Qaytdi. 25. Sotamizmi aka? Aka. Sotamizmi? Telefon raqamingizni ayting. Barakasini bersin. Maydachalar nech pul bo'ldi? 3 ta. Aytdimi? Hojibo, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Nech pul? Pulni bilmayman aka. Bilmas voy. Pul bo'ldi? 16 million 8. 16 million 800 to'qqizcha. Bo'ylar 1 metr plus. Pul ekan. Qaysi? Mana shu. 14,5. 14,5. Buni ojincha 14,5 million. Ho'kizcha. Ana ho'kiz. Buni Ha, ho'kizcha ekan. Ko'rinmay ekanda. Barakasini bersin. Rostdan ko'rinmay ekan. Nech pul bo'ldi endi shunday qilib bu? Angus. 37. 37 millionga 8 oylik bo'g'ozida. Qayerga ketdi bu? Alijonga. Alijon qishloqqa barakasini bersin. Voy. Barakasini bersin. Nech pul bo'ldi? 13 million 200. Bu qacha? Bo'ylari 1 metr. Buxoroga ketdi. Barakasini bersin. Buxorolikdagilar tirs-tirslarga bosib yuringlar. Barakasini bersin. Nech puldan bo'ldi g'unojinchalar? G'unojinchalar 10 dan bo'ldi. 10 milliondan, ha? 10 milliondan. Bo'ylari 1 metr plus. G'unojinchalar. Orqa kengishlari ham zo'r ekan. Qayerga ketdi bular endi? Chegara, ha? Barakasini bersin. Nech pul bo'ldi bu? 15 dan bo'ldi aka. 15 dan bo'pti ekan. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Nech pul bo'ldi? 7,5 bo'ldi. 7,5. Chatoq ekan bu. Chatoq ekan. 7,5. 7,5 chatoq ekan. Qo'ylar, qo'chqorlar nech pul bo'ldi? 32. Ikkalasi, ha? Bunisi qaytdi, bunisi soatli. Bunisi nech pul bo'ldi shu? 32. 3 million 200. Unisi qaytdi? Barakasini bersin. Qancha bo'ldi ekan bu? 47. 47. Bir o'zimi? Bo'g'ozmi? Har doim 7 oylik, har doim sotiladi. Sotiladi? Ha, yuring, ketdi. Mana bak, sirpanchi ixtiyor. Nech pul? 50 kami bu. 50 kami bu. Nech pulga bermadingiz? 47 ga oldim o'zim. Foydali sotaman. Telefon raqamingizni ayting. 94lik. 181 1943. Barakasini bersin. Tashkentga turadi bu. Gap yo'q, katta qo'ron Toshkentskiy. Bo'g'ozmi emasdan bo'g'oz? 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz ekan. Ikkinchisiga barakasini bersin. 56 million. 56 millionga sotildi. Ikkalasi ham bo'g'oz, ha? Necha oylik edi? 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz. 2 million 800. 2 million 800 qo'chqorcha. Barakasini bersin. 9 dan bo'lyapti. 27. Uchalasi bir joyga 27. Nima, ho'kizcha, g'unojin? G'unojin uchalasi. Barakasini bersin. Nech puldan qaytdi? 10 milliondan qaytdi. 10 milliondan qaytdi. G'unojinchalarmi? G'unojin aka ikkovi. Sotamiz, ha? Sotoramiz. 93lik 567 77 22. Ayting, 93lik 567 77 22. Kattaqo'rg'on qayerda? Bo'stonda, Alijon Bo'stonda. Aloqaga chiqaverasiz. Telefon qilsa sotamiz. Nech pul bo'lsa sotamiz? Bo'leykoni. 10,5 dan bo'lsa sotaveramiz. Barakasini bersin. Bo'le jo'rajon. Ha? Biza shofir aka. Shu so'rab qo'ysang bo'lmaydimi? Shu bizdan so'raydi. Bilmaygan, bilmasa voy. Bo'la, ketdi. Barakasini bersin. Olgan ham sotgan ham baraka topsin. Bilmaygan narxi. Bo'la. Ha?
Nechi pul bo'ldi? 24,5 aka. 24,5. Gap yo'q, barakasini bersin. Bu qizcha 24,5 million. Pul bo'ldi ekan bu? Qancha bo'ldi? Qancha? 100 mingdan suv ishga ketdi ekan. Buni ojinchalar. Barakasini bersin. Qancha berdi? Nechi pul bo'ldi? 60 mingdan tarozi. 60 mingdan tarozi. Gap yo'q, barakasini bersin. Bu qizcha. Lekin 17,5 dan qaytdi bu aka. 17,5 milliondan qaytdi. Sotamizmi? Sotamiz. Telefon raqamingizni ayting. 90 nechaligada senik o'zingnikini aytib. Ayting. Yangi olganmi esimda yo'qda? 94lik. 814 5992. Bo'ylar 1 metr plus akalar. Yana bitta qaytarib yuboring. 814 Nechilik? 94lik 814 5992 aloqaga chiqaverasizlar. Barakasini bersin. Ertalab 18,5 qilyapti va 17,5 dan bermay qaytarib ketdi. Sotamiz degan. Qo'shaveradi-da. Ha. Pul bo'ldi? 12 million. Aka nechi pul bo'ldi? 27dan qaytdi. 27dan qaytdi ekan ona bola sigir. Nechta suti bor? 10 litr suti bor. Balachasi nima edi? Onojin. Katta Qur'on qayerda? Qayerda moli bu? Paxtachiniki. Paxtachinikimi? Sotamizmi? Telefon raqamingizni ayting. Telefon raqamingizni ayting. 94lik. Aha, 94lik. 478 478 91. Aniq ha? Nechta suti bor dedingiz? 10 ta suti bor. 10 ta suti bor ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Balachasi xonojin ekan. Barakasini bersin. Nechinchi qorin? Ikkinchi qorin ekan. Biring. Bu 2,5 million ey. 2 million 900 beravering. Yo'q. Ma'qul bo'lsa 2,5 million ketdi. Bitta gapirdik ana u. Men 2 million 900 bersangiz foyda Yo'qmi ketaveraymi? Mana shu bitta moshinmi? Qanday buni sifati qanday? Olib ko'rsating-da, sifatini ko'rsating. Ko'rsat sifatini. Ana, chigit mana shular. Ha. Xullas chigiti bor-da. Bor. Musorichi, musori. Yo'q, top-toza elangan. Agar musori chiqsa-chi etganingizdan keyin Bepul berib kelaman. aniq ha? Aniq javob. Gap ha? Gap. Shuni ham eshitdi. Mana. Musori chiqsa bepul berasiz. Bepul. O'g'il bolacha gapmi keyin unday edi, bunday edi degan gap so'z bo'lmaydimi? Aniq ha? Marchasiga. Marchasiga. Bir ikkilamak uchun ham sen bepul etib bergin kerak. Ha. Mana chigit. Mana shular chigit. Xo'p, qarang. Ismingiz nima edi? Bahodir. Bahodir. Telefon raqamingizni ayting. 77lik 030 1063. Aloqaga chiqaverasizlar. Qayerdan olib kelasiz? Oqdaryodan. Xo'p, dastavkasi bormi? Bor. Kelishaverasiz, ha? Kelishaveramiz. Yo'liga qarab. Akalarni ham olamizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Davlash huzur. Barakasini bersin. Siz nech pul bo'lsa beraman deyapsiz? 2 million 900 bo'lsa beraman. Beraman deyapsiz. Katta Qo'rg'onning o'zida. Gap yo'q. Yo'liga qarab kelishaveramiz. Hozir Gap yo'q.